Ozod Sharafiddinov, adabiyotshunos, adabiy tanqidchi. Ozod Sharafiddinov 1929-yil 1-marta Qo'qon yaqinidagi Oxunqaynar qishlog'ida tug'ilgan. Toshkentdagi 14-o'rta maktabni, O'rta Osiyo davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakultetini tugatadi. Moskvada aspiranturani tugatdi. Fan nomzodi va ilmiy darajasini olgan. Ozod Sharafiddinov poeziya muammolari bilan shug'ullanadi. O'zbek she'riyati va uning holati haqida adabiy tanqidiy maqolalar yozdi. O'sha davrdagi ilmiy ijodiy, adabiy tanqidiy izlanishlari Zamon, Qalb poeziya asarida o'z aksini topgan. 20-asrning 60 va 80-yillarda u cho'lpon hayoti va ijodini targ'ib qilishga intildi. Ozod Sharafiddinov o'zbek adabiyotining Oybek, G'ofur G'ulom, Abdulla Qahhor, Shayxzoda, Mir Temir, Zulfiya singari namoyandalari haqida adabiy portretlar yaratdi. Iste'dod jilolari, adabiy etyudlar, Abdulla Qahhor, Birinchi mo'jiza. Olim ijodida o'zga adabiyotlar namoyandalari ijodi haqida yaratilgan Yalovbardorlar adabiy tanqidiy ocherklar kitobi muhim o'rin egallaydi. Ozod Sharafiddinov 20-asr 60-yillaridan 21-asrgacha bo'lgan o'zbek adabiy jarayonidagi holatlarni talant xalq mulki, adabiyot hayot darsligi, go'zallik izlab, haqiqatda sadoqat, Sardaftar sahifasi, Prezident singari asarlarida aks ettiradi. Mustaqillik yillarida Ozod Sharafiddinov ham adabiy, tanqidiy, ham tarjimon, ham jamoat arbobi sifatida ulkan ishlarni amalga oshiradi. Cho'lponni anglash kitoblari, E'tiqodimni nega o'zgartirdim asarida munaqqidning estetik prinsiplari aks etgan. Keyingi yillarda Ozod Sharafiddinov adiblar, madaniyat san'at arboblari, olimlar haqida o'nlab maqolalar yozdi. U jahon adabiyotining ko'plab namoyandalar asarlarini o'zbek tiliga tarjima qildi. Ozod Sharafiddinov Beruniy nomidagi davlat mukofoti laureati. Buyuk xizmatlari uchun va mehnat shuhrat ordenlari sohibidir. 2002-yil 23-avgustda Ozod Sharafiddinov O'zbekiston qahramoni unvoni berildi. 2005-yil 76 yoshida Ozod Sharafiddinov vafot etgan.